Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tabiiy va qishloq xo'jaligi fanlari fakultetida yangi yil shukuhi ko'tarinki kayfiyatda davom etmoqda. Kirib kelayotgan 2026-yil butun O'zbekiston xalqi uchun, butun yurtimizdagi barcha aholisi uchun orzular ushaluvchi yil bo'lishini tilakdoshman. Mana shu 2025-yilda nimaiki orzu qilgan bo'lsa, 2026-yildagi orzular bilan qo'shilib erishishiga tilakdoshman. Alaykum barchani 2026 yil bilan tabriklaymiz. Talabalarimiz, doktorantlarimizni, magistrlarimiz ilmiy ijodiy ishlarida muvaffaqiyat tilayman. Yangi yil hayotingizga yangi umidlar, yangi maqsadlar va yangi yutuqlar olib kelsin. Yangi yilda omadli bo'lsin, hammaning ichidan muvaffaqiyat. Talabalarimizga omad tilayman. Bakalavridan bitirib magistraturaga kirib o'tishlarini tilayman. Ishlanmagan orzular bo'lsa, kelgusi yili Xudo xolasa hammasi ijobat bo'lsin. Barchamizga omad. Talabalari o'zlarini qo'ldan kelgancha bilimlarini berib o'qitib turgan professor o'qituvchilar, ishchi xodimlarimizga omad tilayman. 2026-yil hammaga omad olib kelsin, hammaga sihat salomatlik tilayman. Urganch davlat universiteti nafaqat O'zbekistonda, balki dunyo reytinglarida ham yuqori o'rinlarda turishiga tilakdoshman.